Assalomu alaykum hamshaharlar, mahalladoshlar, yurtdoshlar, og'aynilar, akalar. Mana bugun 2025-yil 24-avgust. Zarozi Go'zalkent tumanida, Chimboyda Ozibek degan zubnoy vrach bor ekan. Shu yigitni uyida uchastkasida mana shu yerga penal lambaz jarayonini qilyapmiz. Penal lambaz bosyapmiz bu yerga. Zakaz bo'yicha keldik. Kvadratni 40 mingdan 5 sm. Zakaz bo'yicha quyib beryapmiz. Kecha kelgandi, kecha 96 gip chiqardik mana bu yerdan. Abetdan keyin boshladik. Mana bugun abet bo'layapti. Bir sutkada Pasti 75% bo'ldi hozir. Qolganida mana 2 tudar qilamiz, xudoza birlarda tugatamiz nasib etsa. Zo'r chiqdi mana, gap bo'lsin emas. Gips ham yaxshi joydan to'shgan topib olgandim, olib keldik mana, probaga urdik, zo'r chiqdi gap yo'q. Mana qotib qoldi. Yer quyilgan, hozir quydik, narilar oqsoq qotib qoldi. Zo'r bo'ldi, o'ta go'zal vodiylar aytish. Juda chiroyli bo'ldi. Ustalarimiz hamishaga ustalar bosyapti mana. Ular endi 1,5 ming, 2 ming ishlaydi, tarafiyasalar. Yab yo'q mana. Mana shu mahallaga kelib ishlab ketgandik. Shu nariyada bir Shuhrat deganimiz adashdi uyda qilib berganda ko'rgan ekan, men yoqqan ekan chaqirdi. Keyin xulosam ham telegramlarga mahallaga tashlaymiz, kerak odam ko'radi-da. Shu yoqqanmiz-da. Keyin lambaz bo'lsa telefon qiladi. Mana shunday. Kimga penalambaz xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerimiz 90-287 0289. Yana bitta nomerimiz bor, 99-280-70-50. Bizlar shu hamishaday xalq xizmatida mana shu 40 mingdan uryapmiz. Birinchi etajga 40 ming, ikkinchi etaj bo'lsa 45 ming bo'ladi. Chiqarsa qiyinroq bo'ladi. Mehnatimiz ham endi og'ir bo'ladi. Mana shu. Mana shu mahallaga 3-marta kelishimiz. Ular ham borgan, ko'rgan, so'ragan, chiqib ko'rgan, yoqqan ekan, mana telefon qilyapti. Mana shunday og'aylar. Charchamanglar, hammaga omad, kasbga baraka bersin chiqib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi musofirda yurganlarga ham sog'lik, salomat tilayman. Hammamizdan bor chekirishda yurgan. Kimki qayerda bo'lsa sog' bo'lsin chiqib. Pullarni to'plasin, mana uchastkalarni qilsin, yaxshi kiyim oshilardan minsin hamma. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh berardan qismasin. Charchamanglar. Doktorning ham ishiga omad mana. Shu ham men xalq xizmatida ekan. Ish qo'yadi, nima deydi? Insonlarga xizmat degan, yaxshi bu kishi ham charchamasin. Uchastkadan chiroyli bitkazib to'ylar qilsin, to'ylarga kerak.